xo'jayinimlar qirg'izda ishlardilar. Qirg'izga borardilar, kelardilar, ishlari bo'lmasdi. O'ta biz qiynalgan holatda yashardik. Shu mahallakamizdan yordam so'rab chiqqanimizda cho'kmoshni beramiz, o'zing band qilasan, kambag'alchilikdan chiqarasan deyishgan. Cho'kmoshni berganlardan keyin ishimiz yaxshi bo'ldi. Oldingi qiynalgan holatimizdan hozirgi holatimiz yaxshi. Cho'kmoshni olmasimdan oldin oilaviy sharoitimiz, daromadimiz o'ta past edi. Mana xonadonimizga cho'kmoshni kirgan sababli hozir daromadimiz undan 3-4 baravarga ko'tarildi. Bu xonadonga prezidentimiz tashabbuslari bilan belgilangan 252-sonli qaror bo'yicha ushbu xonadonga tikuv mashinasi berildi va bu berilgan tikuv mashinasi bu xonadonni juda ham katta hayotda o'zgarish qildi. Ya'ni oilasiga kelayotgan daromadini kerak bo'lsa 2 baravarga oshirib berdi. Hozirgi kunda muhtaram prezidentimiz tashabbuslari bilan aholi ijtimoiy hayotini ta'zini yaxshilash, kambag'allikdan chiqarish, ishsiz aholini ish bilan ta'minlash borasida olib borilayotgan juda katta, respublikamiz bo'yicha juda ham katta ish olib borilyapti. Bu albatta o'z natijasini beryapti. Hozirgi kunda sezilarli darajada o'zgarishlar bo'lyapti. Aholida yashash tarzi ko'tarilgan, ijtimoiy holatlar ancha yaxshilashgan juda ko'p xonadonlar bor. Bu biz olib borayotgan ishlarimiz, mana biz oddiy kichkina o'zimizni mahallamiz misolida gapirgan bo'lsak, bu bitta mahallada emas, bu respublikamizdagi 9300 ta jamiki mahallalarda shu ishni amalga oshirilyapti. Shu ishlarda o'zim hissam qo'shayotganimdan bundan men faxrlanaman, g'ururlanaman. Ro'molcha tikish yoki shu kabi ishlar bilan o'zini o'zi band qilib, xonadoniga daromad olib kelayotgan oilalar juda ko'p. Zero kambag'allikdan farovonlikkacha yo'l uzoq emas.